Bu darsimizda silka va rasilka me'llar qatori bilan tanishib chiqamiz. Dasturga kiramiz. Silkaga o'tamiz. Bu tomonda qaranglar, bizga kerak bo'ladiganlarni ishlatamiz faqatgina. Mundarcha yasaysizlar o'zlaring. O'shani juda ham oson usulda yasashni ko'rsatib o'tib ketaman. Endi biz so'z yozib olishimiz kerak. Ko'ring. Bunga 30 ta qilamiz. Mana ko'p bo'lish kerak bunga. Endi glavniyga o'tib 14 qo'yishimiz kerak. Buni endi moslaymiz. Qaranglar. Hozir bizga mana shu yerda boshqa nimaga o'tkazib olaylik. Stransya qo'yaylik. Burada mana shu yerdan ham stransya qilib namni sifatida ko'rsatib ketaman. Nom bo'lsin. Buni o'rtaga olib qo'yamiz. O'rtaga olib mana shunaqa berib qo'yaylik. Shunchaki. Mana shuni ham shunday qilib qo'yaylik. O'rtaga olib qo'yamiz. Yana bitta shunaqa kerak, buni ham o'rtaga olamiz. Buni ham shunday qilamiz, o'rtaga olamiz. Bo'ldi, mana shu ikkita qisman ko'rsatib o'tib ketaman, o'zlaring mos qilib to'g'ri olasizlar. Ustun strensi ochamiz. Endi mana shu yerga mundarija qilishimiz kerak. Qanday qilamiz mundarijani? O'shani ko'rib chiqamiz. Demak, silkaga kiramiz. Buni tanlaymiz. Birinchisini tanlaymiz. OK qilamiz. Mana shunday tursin bu. Endi qaranglar. Mana buni belgilab olamiz. Belgilab olib, sizlar bittadan ruchniy qilmaysizlar, buni avtomatik o'zi qilib beradi endi. Belgilab olamiz. Davay tekstga bosamiz. Uni 1 qilamiz. Bu asosiy nomi, chunki 1 qilib qo'yamiz. 1 qildik. Обновить tablitsa qilamiz. Mana chiqdi bu zapravski. Endi mana shuni ichida menyusi bor. Endi mana shu menyusi, to'g'rimi? Buni belgilaymiz. Buni belgilab, добавить tekst qilib uровеньda 2 qilib qo'yamiz. Va mana yerga o'tib обновить tablitsa qilamiz. Ikkinchisini tanlab OK qilamiz. Bo'ldi. Ko'rlaring? Xuddi shunday qilib sizlar ham qilaverasizlar. Keyingisini ham ko'rsataman. Mana buni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Buni belgilab, добавить tekst qilib buni bosamiz. Buni belgilab, добавить tekst qilib buni bosamiz. Endi qaytib o'tamizda buni обновить tablitsa qilib qo'yamiz. Ko'rlaring, xuddi shunday qilib o'zi avtomatik mundarja yasab ketadi. Bu joyda o'zi kirillitsa shu bilan shu, qolganlari biz ishlatmaymiz, qolganlari uncha kerak emas. Rasilka nima? Rasilka bu boshqa kishiga bilan birga baham ko'rish hisoblanadi. Bizga rasilkada kerakli narsalar yo'q. Asosan ishlayotgan silkadagi mana shu ikkalasini asosan ishlatamiz. Qolganlari bizga uncha kerak bo'lmaydi.